universitetlar o'rtasida o'tkazilgan Yosh kitobxon talabalar ligasini g'oliblari hisoblanishadi. Va kitob o'qib bugun muvaffaqiyatga erishayotgan yoshlarimiz, qizlarimiz bugun studiyada. Tanishtirib o'taman, Sevinch To'xtayeva, Shirin Qo'ziyeva, Shohsanam Ismatova, Fatima Ulug'ova, Dilrabo Xolmurodova hamda Shahzoda Qurbonovalar bilan suhbatlashamiz. Xush kelibsizlar. Xush kelibsizlar. Assalomu alaykum. Sizlarni ko'rib turganimdan xursandman. Sevinch, kayfiyatlar qanday? A'lo darajada. Bugun kitob o'qidingizmi ertalab? Ha, o'qidik. Rostdan ertalabdan. Bir qator bo'lsa ham. Vaqt ajratasiz demak. Xo'p, qaysi kitobni o'qib yuribsiz shu kecha kunduzda? Paulo Coelhoning Alkimyogar asari. Alkimyogarni. Alkimyogar. Oho, juda ham. Juda ham murakkab asarlardan biri. Xo'p, eshitishimizcha Germaniyaga grant yutib olgan talaba siz ekansiz. Kitobi orqali yutdingizmi bu grantni? Ha, til o'rganib, albatta, ustozlarimizning ko'magi bilan. Avvalo, assalomu alaykum. Men o'zimni tanishtirib o'tay. Men Termiz davlat universiteti xorijiy filologiya fakulteti filologiya va tillarni o'qitish nemis tili 2-kurs talabasi To'xtayeva Sevinch. Tongimizni Munavvar kun dasturi bilan boshlab oldik va hammada kayfiyatlar a'lo darajada. Fatimada o'xshamayapti. Jiddiy bo'lib turganlarga. Yo'q, mana endi o'xshayapti. Men ushbu ko'rsatuvga kelishimdan asosiy maqsadim ekran ortida turgan tomoshabinlarga va sizlarga 2025-yildagi eng muhim muvaffaqiyatlarni, ikkita muvaffaqiyatim bilan bo'lish uchun keldim. Zo'r. Bugun shaxsiy rivojlanish kuni edi. Qani rivojlanibdilar? Albatta 2025-yil menga juda ko'p narsalar olib keldi. Albatta birinchisi bu kitobxonlik dunyosi bilan bog'liq. Men ta'til davomida o'sha o'zim o'qigan kitoblarimni ham boshqa qizlarga, boshqa yoshlarga o'qitaman, ular bilan birga muhokama qilaman. Bilmaganlar o'qib olishadi, bilganlar yana takrorlash bo'ladi degan maqsadda o'sha maqsad qilib kelgandim va bu maqsadimga erishdim, inshaalloh. Endi davomli bo'ladi. Men fakultetimiz doirasida talaba qizlarning bo'sh vaqtini mazmunli o'tkazish maqsadida o'sha TTJ, ya'ni talabalar turar joyida qizlarimiz uchun Kitob bizni birlashtiradi nomli kitobxonlik ko'rik tanlovini yo'lga qo'ydik. Bunda menga ustozlarim yaqindan yordam berdi. Xususan dekan xotin-qizlar masalalari bo'yicha dekan maslahatchisi Go'zal Jo'rayevna Ibodullayeva hamda o'zimni tutorim Boltayev Farhod Jo'rayevich yaqindan yordam berishdi. Ular meni qo'llab-quvvatlashdi. Bu o'sha plan, maqsad